tishlarning yomon bo'lishi bu nasli emas, onasini tishlari yaxshi. Otaniki hisob emas. Faqat onadan o'tadi. Hozir nosog'lom tishlar to'g'risida gaplashdik Saodat opa. Nosog'lom tishlar qanday kasalliklar olib keladi va bu jarayon qanday bo'ladi aslida? Demak, qarang, nosog'lom tishlarda birinchi o'rinda stafilokoklar ko'p rivojlanadi. Stafilokoklar ko'p bo'ldimi, ular birinchi o'rinda tomoqdagi infeksiyalarga olib keladi. Bu birinchisi. Tomoqda infeksiya bo'ldimi, bo'qoqni uziy qilganimizda bo'qoqda shamollash beraveradi. Ketaveradi. Chunki bu yerda infeksiya bor, bu yerda achak bor. Ketdik. Undan o'tgandan keyin oshqozonda o'zgarishlar beraveradi. Zond tutganimizda har doim qizargan yallig'lanish beradi. Undan o'tib eng qo'rqadigani pochka, buyraklardan. Stafilokok buyraklarda o'tirib qolib, juda ham ko'p buyraklardagi pielonefritlar, shamollashlarni olib keladi. Mahalliy tilda aytganda shamollashlarni olib keladi, chunki u bakteriya. Bu bakteriya pochkalarda o'tiradi, filtrlanadi va pochka orqali chiqib ketganda siydik yo'llari bilan ko'pincha pochkada o'tirib qoladi va u yerda buyrak kasalliklari, surunkali buyrak eng qo'rqadigan joyimiz shu. Hatto buyrak abseslari bor, ana yara bo'lib qoladi, furunkulga o'xshagan yara bor, ana ko'z yara deysizlar-yu. Ana o'sha pochkada uni sababi ana shu tomoqdagi infeksiya borib pochkada filtrlanib qolib ketadi.